Siz bo'laysiz? Albatta. Assalomu alaykum. Mana bu hisob 1 soatdan siz topolmaysiz. Yo'ldagi Nimaga mahallada yashamaysiz? Mahallada yashamaysiz. Mashta katta bo'lganman. Yig'ilishdanmidingiz? Ha, yig'ilishda edim shaharda. Qani markazingiz qayerda? Mana. Mahalla fuqarolar yig'ini binosining o'zining holati ham hamiqadir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tozalab tartibga keltirilmagan hovli, kapital ta'mirtalab xonalar va suv sizib oqib turadigan buzilgan jo'mrakli yuvinish joyi. Bu holatga guvoh bo'lgan prezident mahalla rahbarlarining tashabbussizligini tanqid qilib, shahar hokimiga qattiq tanbeh berdi. Men hokimman. Shahar hokimi qanday ahvolda xarob. Nima mahalla? Bu mana nima qildi? Joyiga qo'yibdi. Men shu yoqqa joy qo'ydim. Men kelishim. Ammo kabinetda o'tirishda qachon gazni yechib etik kiyasan? Bu nima? Bu borib Surxondaryoni borgan bunaqa mahalla raisi qolmagan o'zi Surxondaryoda. Tushundim, to'g'ri qilyapsan. Qanday nimaga sizlar ishlamaysizlar? Nima sani rosa maqtayapman. Yo'lda qara qanday, bu binoni qara, odamlarga qara. Bu Farg'ona-ku og'ayni. Bironta uyingga oldida bir baraka yo'q. Hamma yer musa bo'lgan. Tushundim, xulosa chiqaraman. Gap bu tushunishda emas. Yo'llardagi nosozliklar sababli tanbehlardan avtomobil yo'llari qo'mitasi rahbari ham quruq qolmadi. Mana shu yo'llarga kim javob beradi? Endi o'zi asli bitta odam javob berishi kerak. Biz javob. Endi nimaga shuni sen menga shuncha yonimda yurgan odamsan, shuni aytmaysan? Bu sharmandalik emasmi bu yo'llar? Bu yo'llar sifatini ichkarini qaramaydi. Mayli shaharlar, rayonlarda javob qilmas. Shahardachi. Men aytmasam nima qilmaysan shuni? 4 yildan yonimda yuribsan. bizning aybimiz to'g'ri. Nimaga sen aybim? Nega o'zingni qiynamaysan? Shuncha pul beryapman masalan. Nima taklif bermaysan? Nima hammang befarq? Yo'q, o'zimizga olamiz, hosil qilib chiqamiz. Nima shu vaqacha olmaysan? Men kelmasam hozir yana ketasa, yana shu eski tas eski hammom bo'ladi.